Davay. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilar. Mana bugun 20-iyul 2023-yil Qashqadaryo viloyati Qamash tumani Sotqon qishlog'idagi Javli bobo o'g'li Baxtiyor fermer xo'jaligining raisiman. Shu yerda mana shu maydonimizga 23 gektar maydonimizga Xayroqtosh novda bug'doy ekkanmiz. Ekilish tartibi shu notelda yerga ushlab bermasdan to'g'ridan-to'g'ri ekishni qilganini qo'llagan holda ekkanmiz. Xudo xolasa bugun o'lim kunimiz. Bugun hozir bug'doylarni bir hisob-kitob qildik. Hektariga 20 sentrdan kam bermayapti. Xudo xolasa endi harakatini bersa, endi oxirida yana ham hisob-kitobi chiqadi. Hozir hektarda o'lchab olganimizda 20 sentr beryapti. Xudoga shukr. Mana shu yerimizga fevral oyidan 100 kilogramdan karbamid, mart oylariga NPK 300 galarni qo'llaganmiz. Mana kommentariyada o'qiganlarda bu o'tgan safar 13-iyulda olgan videomizda yozishgan, bu suvli g'alla, necha marta suv ichgan yoki boshqa gaplar bo'lgan, lekin mana aslida yerimizda ko'rsatyapman, yerimiz mana. Bu yerda hech qanday ishlov yerga berilmagan, yerda hech qachon sug'orilmagan, lalli yerimiz. Yerga to'g'ridan-to'g'ri ekilgan ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganmiz bu g'allalarimizni. Haqiqatda endi bu suvsiz joyda mana shuncha g'allaning baland bo'lishi haqiqatda zo'r gap yo'q. Texnikangizga mana siz boya aytib o'tganingizdek savsar yulduz degan navlar yaratganmiz deyapti. Mana bu suv ichgan, suv quyilgan degan kommentariyalarni bizlar ko'rganmiz. Shu videolarda haqiqatdan ko'zim bilan ko'ryapman. Bu yerda hech qanday suv yurmagan yoki ishlov berilmagan yer. keyin ham ijtimoiy tarmoqlarda 13-iyul kuni ko'rib o'tilganda shu yerda suvli bug'doy ham ekilgan deyilgan, lekin aslida Toshkent shahar gridda institutidan olib kelingan yangi qiltiqsiz qurg'oqchilikka chidamli urug' navoni olib kelgandi. Mana bug'doyimiz qiltiqsiz bug'doyimiz lalmiga bu ham shu noyabr 4-noyabr kuni 23-yili 100 kilogramdan mana shu novda ekkanmiz. Bu nov hali yangi nov, yangi birinchi yil hali ekilyapti. Xudo xolasa lalmiga qurg'oqchilikka chidamli ekilyapti. Xudo xolasa buni joriy qilib ham ko'paytiramiz. Urug' ko'paytirish niyatimiz bor. Buni ham 8 gektar maydonga ekkanmiz. Xudo xolasa mana normalga ko'rinib, mana shu bug'doyimiz. Zo'r haqiqatda gap Suvli yo'q. bug'doy deydi, lekin aslida bu suvli bug'doy emas. Oldinlari Pastlardan olsangiz, haydalmaganlik ko'rib turibsiz. Suv ichmagan bu yerda bug'doy. Mana bug'doylarimiz mana. Oddiy lalmi bug'doylarimiz mana. Alloh barakasini bersin Jamshid aka. Zo'r bo'lgan bug'doylar. Xolasa endi bu yerdan ham hozir endi yoqqa qiyoslaydigan bo'lsak, bu yerdan xolasa 20 dan yuqori hosil olish niyatimiz bor, 20 sentrdan yuqori hosil. Endi baribir o'zimizga namuna sifatida birinchi marta qo'llashingiz buni. Buni birinchi marta qo'llashimiz. Xudo xolasa yomon bo'lmadi. Endi mana shuncha issiqlikka, qurg'oqchilikka qaramasdan shuncha hosilni o'zi bo'lishi ham endi menimcha o'zi bo'lmadi deb o'ylayman. Chunki oxirgi aprel oyining oxirgi 10 kunligi qizib ketdi, juda issiq bo'lib ketdi. Shunda ham mana shu o'zini shunchalik holatini ushlab turishi ham bir katta narsa. Zo'r mana bosh olishlari ham zo'r bo'lgan. Suv ichmagan. Ijtimoiy kuzatib boringizlar. Endi xudo xolasa mana oxirgi syomkalardan bittasi. Endi mana shu Xayroqtosh novlar, mana shu bug'doylarimizda xudo xolasa yana xudo xolasa kuzda yana ekayotganimizda davom ettiramiz bu yerda. Kuzda endi bu navimizda endi ko'paytirish niyatimiz bor. Mana shu 8 gektardan chiqqan urug'imizni endi xudo xolasa to'liq maydonlarga qo'llaymiz. Xudo xolasa bu yerdan 50 gektar joy ajratamiz buning uchun ham. Ko'paytiramiz bu navda. Menga masalan yoqdi, ishning o'zimga juda zo'r. Tip soni juda yaxshi bo'lgan. Shuning uchun ham niyatimiz bor.